tizimda, ta'lim tizimida o'qituvchidan ko'ra ko'proq oylik oladigan odam bo'lishi mumkin emas. Men tushunmayman. Nima Garano, Ablano vazir o'qituvchidan ko'ra ko'p oylik olayotganini men tushunmayman. Tushunyapsizmi? Vazirlik tizimida ishlayotgan odamlar oddiy o'qituvchidan ko'ra ko'proq oylik olayotganini umuman tushunmayman. Sababi bular konечный tovar bilan umuman uchrashmaydi. Tushunyapsizmi? Tovar bilan, ya'ni o'sha o'quvchi bilan uchrashadigan odam bu o'qituvchi. O'qituvchidan ko'p oylik olish kerak emas hech kim. Sizda vazirning oyligi qanchaligini bilasizmi? Zaministrlarning oyligi qanchaligini bilasizmi? Bir yillik ularning oylik xarajatiga bemalol nima deydi, bitta kichkinagina maktab qurish mumkin. Boyagi 70% lik tualeti yo'q bo'lgan maktablarni 20-30% ni tualetli qilish mumkin shu summaga. Tushunyapsizmi?